Barselona klubiga shunchaki respekt. Ular yana bir bor butun dunyoni hayratda qoldirdi. Gap shundaki, Barselona klubi Newcastle ga qarshi o'yinda maxsus liboslarda maydonga tushadigan bo'ldi. Buning asosiy sababi esa Down sindromi bilan yashayotgan insonlarni qo'llab-quvvatlashdir. Har yili 21-mart butun dunyo bo'ylab Down sindromi bilan yashayotgan insonlarni qo'llab-quvvatlashga bag'ishlangan maxsus aksiyalar o'tkaziladi. Bu kasallik tug'ma holat hisoblanadi. Newcastle ga qarshi ikkinchi o'yinda futbolchilar aynan shu kasallik bilan yashayotgan kataloniyalik rassom Anna Veves tomonidan yaratilgan maxsus shrift tushirilgan futbolkalarni kiyib maydonga chiqishadi. Bu oddiy shrift emas, bu imkoniyati cheklangan insonlarning ovozi. Ushbu loyiha orqali klub Down sindromi bilan yashayotgan insonlarning muammolariga e'tibor qaratish va jamiyatni ularni qo'llab-quvvatlashga chaqirishni maqsad qilgan. Yana bir qiziq tomoni shundaki, 2013-yil Santosga qarshi uchrashuvda ham futbolchilar maxsus xayriya aksiyasi uchun tayyorlangan futbolkalarda maydonga tushgan edi. Barselona klubi bu bilan naqadar oliyjanob va saxiy klub ekanligini yana bir bor isbotladi. Barselonaning bu ishi esa har qanday futbol muxlisining hurmatiga sabab bo'ldi. Do'stim, farqi yo'q. Xoh Real, xoh Barselona muxlisi bo'lsangiz ham, agar bu ishni qo'llab-quvvatlasangiz, like bosib qo'ying.